Yukingizni tashladingiz, stress, depressiya, charchagansiz, groz bang'illab yotgan bo'lsa ham foyda qilmayapti. Настроение вообще ko'tarilmayaptimi? Demak, sizlar ham menga o'xshagan och qolgansizlar. Trakda o'zim uchun o'zimcha sog'lom ovqatlanish tarzini yo'lga qo'yganman. Sizlar bilan shuni bo'lishmoqchiman, akalar. Agar trakda ishlab, ves tashab, menga o'xshagan mana bunaqa kachok bo'lmoqchi bo'lsangizlar, akalar, mana shunaqa ovqatlanish tarzini yo'lga qo'ysangizlar, menimcha sizlarga ham foydasi tegadi. Sizlarga bitta sekretni aytib o'tib ketaman. Amerikaga kelganimdan keyin kaloriya degan narsani tushundim. Ya'ni semirib ves olib ketganimdan keyin kaloriya nimalikka qiziqdim. 500 kaloriya, mana bu 600 kaloriya deb menga 1 yil oldin aytganda nima u deb o'tiraverdim. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan bugungi ovqatlarim birinchisi mana bunaqa свежий salat. Bitta zo'r maslahatdan berib o'tib ketmoqchiman, akalar. Trakda ko'pincha kechasi bilan haydaganimizdan keyin kechasi uxlab qolmay deb har xil narsalar yeb, lishni kaloriya, lishni ves olamizda. Kechasi haydaydigan driverlar uchun, akalar, tuxum yesangizlar, tuxum hazm bo'lishi qiyin bo'lgani uchun sizlarni juda ham ko'p vaqtga to'q ushlab yuradi. Har kunlik pitaniyangizga tuxumni qo'shsangiz juda ham foydali, chunki o'zim har kun kamida 5 ta qaynatilgan tuxum yeyman. Tuxumli salat, pirojni ham yeb turaman, keyin meva yarim pors ovqat. Dabavishniga banan yeymiz. Shu bilan akalar qarabsizlarki, o'zingizdagi lishni kaloriyani yo'qotib, to'g'ri kaloriya olib, vesni ham tashlaysizlar, o'zlaringizga kerak bo'lgan kuchni ham olasizlar, gavdaga ham ega bo'lasizlar.